Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi dasturimiz mehmoni AS klinikasining bosh shifokori, ko'p yillik tajribaga ega vrach pediatr hamda detskiy infeksionist Asqarov Sharofiddin Isomiddinovich bo'ladilar. Doktor, dasturimizga xush kelibsiz. Hozirgi kunda aktual bo'lib turgan muammolardan biri xabaringiz bor, bu ayniqsa bolalarda ich ketish, ya'ni meditsina tili bilan aytganda diareya hisoblanyapti. Shu kasallikni kelib chiqishi, uni turlari, oldini olishi, asoratlari haqida qisqacha gapirib bersangiz, kuzatuvchilarimizga yaxshi bo'lar edi. To'g'ri savol berdingiz. Yoz faslida eng ko'p kasalliklar orasida eng ko'p uchraydigani diareya kasalligi. Diareya kasalligi bu bemorni 3 martadan oshiq axlat qilishi va axlat konsistensiyasini o'zgarishi diareya kasalligi deyiladi. Diareya kasalligini kelib chiqishiga ko'ra 3 xil toifaga bo'linadi. Birinchisi bakterial etiologiya, virusli etiologiya va noinfeksionli etiologiya. Bakterial etiologiya bu ko'proq virusli va bakterial etiologiya desak bo'ladi. Ko'proq bu bemorlarni shaxsiy gigienaga rioya qilmasdan ovqatlanishi hisobiga kelib chiqadi va diareya bilan og'rigan bemor bilan muloqotda yoki kontaktda, maishiy kontaktda bo'lgan paytda ham yuqtirib olishi mumkin. Noinfeksionli tipiga bunda ko'proq medikamentozli aralashuvlar, ya'ni dorilar hisobiga ham kelib chiqishi mumkin, alimentarniy muammolar hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Shular hisobiga diareya kuzatiladi. Diareyani ketishiga ko'ra ko'proq bemorlarda ko'ngil aynish, qusish, ishtahasizlik, umumiy quvvatsizlik, ich ketish, temperatura ko'tarilishi va bemorni ayrim holatlarda bolachalarda kuzatiladi. Suv ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi va ko'krakda ham olmasligi mumkin. Mana ko'p onalarimiz bizga murojaat qilishadi. O'g'limni davolatayotganimda dori-darmon berayotganimizda yaxshi edi, lekin shu dori-darmondan keyin ich ketib qoldi. Shu haqida ham gapirib bersangiz, bu ham diareyaga kiradimi? Bu ham diareyaga kiradi. Yuqorida aytdim, 3-tip noinfeksionli, ya'ni dorilar ta'sirida ichak, oshqozon ichak traktining ta'sirlanishi hisobiga ham ich ketishi mumkin. Ayrim bemorlarda kuzatiladi bu. Ko'proq antibiotiklar iste'mol qilganda va og'riq qoldiruvchilar, umuman har xil tabletkalar iste'mol qilganda kuzatilishi mumkin. Bu yengil allergiyani ko'rinishi bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun o'sha ichini buzgan tabletkalarni yaxshisi to'xtatgan ma'qul. Yana bir savolimiz bor, onalarimizdan kelgan. Onalarimiz aytishyapti, bolamiz hech qanaqa kasal emas edi. Dori iste'mol qilgani yo'q, meva-cheva berganimiz yo'q. Lekin o'z-o'zidan ichi ketib qoldi deyishyapti. Bolada ko'rsangiz, bolada teri ranglari o'zgargan. Bu haqida nima deya olasiz? Bunday holatlarda bemorni, bolani ushlab o'tirmasdan bolalar infeksionistga murojaat qilgan ma'qul. Chunki aytyapsiz, teri ranglari o'zgarib qoldi deyapsiz. Diareya belgilari bo'lib qoldi deyapsiz. Bu holatlar ko'proq bolalarda ko'p kuzatiladigan virusli gepatit A kasalligida ham ko'proq kuzatiladi. Balkim virusli gepatit A ketib turgan bo'lishi mumkin. Agar bolada qurt borligi ehtimoli bo'lsa-chi, unda ham diareya bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Gelmintozlar hisobiga ham sodda ichakda yashay turgan bir hujayrali jonzotlar hisobiga ham diareyalar kuzatilishi mumkin. Shu borada yana bitta savolimiz bor. Qaysi holatda bemorni
shunda uyda tavsiya bilan davolab yuborish mumkin. Qaysi holatda olib kelish kerak yoki ichi o'tgandan keyin 3-4 mahaldan ko'p o'tayotgandan keyin darhol shifokorga murojaat qilish kerakmi? Bu borada nima deysiz? Diareya ketishiga ko'ra, og'irligi darajalariga ko'ra 3 xil tipga bo'linadi. Yengil daraja, o'rta og'ir daraja va og'ir darajaga bo'linadi. Uy sharoitida yengil darajasini davolagan ma'qulroq. O'rta og'ir darajasini ambulator holatda vrach nazoratida davolagan ma'qul. Og'ir darajasini gospitalizatsiya qilib, yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolatgan ma'qul. Bola o'zi mustaqil suv icha oladi yoki ema oladi va umumiy ahvoli aktiv, bo'shashmagan va isitma chiqmagan, axlat qilish nimasi soni 2-3 martadan ko'p emas. Axlatida konsistensiyasi suyuq, lekin patologik aralashmalar, shilliq, qon yo'q. Shu holatlar yengil daraja bo'ladi. Doktor, so'nggi savolimiz, mana boya aytganingizdek yengil holatlari uchrasa, haqiqatan ham bolani 3 martadan ortiq ichi o'tmayotgan bo'lsa, hushi o'zida, o'zi suv ichishda eplayotgan bo'lsa, bunday holatlarda mana shu diareyani to'xtatish uchun onalarimizga qanday tavsiya berasiz? Qolaversa bemor o'zi nima qilish kerak? Yosh bolachalari bor onalar diareya kuzatildi. Bolada agar yengil holat, yuqorida aytgandek belgilar bo'lsa, uy sharoitida oddiy Regidron tayyorlab berishi mumkin yoki aptekada sotiladi, o'rsa ichirishi mumkin. Parhezini joyiga qo'ysa, kasallik holati tez o'tib ketishi mumkin. O'rta og'ir holatlarda albatta ambulator holatda davolangan ma'qul, vrach nazoratida. Pediatr yoki bolalar shifokori, infeksionist kuzatuvida davolangan ma'qul. Dasturimizga xush kelibsiz. Sizni doimo ushbu dasturimizda kutib qolamiz. Katta rahmat. Rahmat sizlarga.